Hürmetli vatandaş yukarı leksiyanın devamı. Bugünkü İslağa 2020 yıl 7. ayının 19. günü hafta, Yakşembe. Devamı mındak. Eğer Fransa radyo stansiyasının yukarı haberinin devamındak. Eğer Cungo şunda kılıp Amerika'nı hatırcam kılmasa, mesela çekinip gidip Amerika'nı hatırcam kılmasa, onda da biz oruç qarapmağımız. Mastro'nun gibi. Eğer Cungo şunda kılıp Amerika'nı hatırcam kılmasa, çekindiği yerlerden çekinip, onda da biz oruç qarapmağımız. Fransa Dünya Gazeti başka bir taraftan tahlil kılıp mındak görsetti. Cungo bilen Amerika oturuşu soğudu uğraşı başlanıp 2 yıl ötkendiğin keyin dünyavi kadir kımmet prensipini qoğdaş namıda Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lini uzartıp Cungo meselesi bo'yicha yana bir sep açtı. Yani başka bir sep açtı. Bir yerde namıda degen sözün işiltishi muvaffaq bo'lmabdi Fransa Dünya Gazeti. Anadaki Amerika Qo'shma Shtatlari yani qo'lini uzartdı degan cümlemi taz joyiga tushmabdi. Shundaq deyli, mazmuni qarayli. Amerikaning hujum qilish nishoni siyosiy masalalarga. Shangang avtonomiyasi, Hong Kong avtonomiyasi, Xinjiang mustamlika Uyg'uriston kishilik huquq masalasi, Huawei shirkatining josuslik harakatlari, hamda bundan keyin chet ellarda turishlik go'mashlar deb ataladigan, qaraladigan Jungoning Amerika turishlik matbuotlariga markazlashdi. Demek hozir Amerika Qo'shma Shtatlari diqqat qiladigan bir nuqta, sizning diqqat qiladiganingiz bir nuqta shuki, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir savdo urushi, savdo sohasidan olqib chiqib, Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda siyosat sohasiga kirdi. Şu sahalarga markazlashdi. Fransiyalik Xitoyshunos Hong Kong, yani Shangang Tsinghua Universitetining professori Gao Jingwen mundaq hisobladi. Tiananmen vaqasidan keyin Amerika Jungo qaratgan embargo qilish siyosatini tunji qatim sistemlashtirganlik bo'lib hisoblanadi. Yuqori alomatlar Jungo bilan Amerika o'rtasidagi alomatlar. Embargo qilish siyosatini tunji qatim sistemlashganlik bo'lib hisoblanadi. Ayni chog'da so'yqiram Jungoni embargo qilishning sababi bo'lgan bo'lsa, endilikda hozir Jungoning davlat ichidagi bostirishları Jungoni embargo qilishning sabablari bo'lib qoldi. Lekin masalaning yadrolik tarafi shu yerdaki, bu dunyo bir mustabid siyosiy hokimiyatning yer shari bo'yicha darajadan tashqari bir cho'ng davlatga aylanishini qabul qila olamdi. Mana bu siz bizga kerak tugillik, yani markaziy yadrolik fikr. Nima deydi? Yani bir anlam vatandaş. Bu dünya bir mustabid siyosiy hokimiyatning yer shari bo'yicha darajadan tashqari bir cho'ng davlatga aylanishini qabul qila olamdi. Amerika ishlatadigan qonun qurollari tuvandikcha. 7. ayının 14. günü Prezident Trump Shangang avtonomiyasi, Hong Kong avtonomiyasi imza qo'ydi. 6. ayının 17. günü Prezident Trump Uyghur kishilik huquq siyosat qonuniga imza qo'ydi. Ve bulardan burungi magnetistik kishilik huquqni surish qilish qonuni. Bu qonun 2016 yildan boshlab doirasi kengaytirilgan qonunga aylandi. Kishilik huquqqa xiloflik qilgan barliq harakatlarga tatbiqlashga bo'ladigan qonundir. Jungoga qaratib bu qonun birinchi qatim ishlatildi, ya'ni Xinjiang qatorliqlarni embargo qildi. Jumladan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni sekretari Xinjiangni o'z ichiga olgan Jungo amaldorlariga tunji qatim ishlatildi va embargo qilindi. Shangang Hong Kong avtonomiya qonuni Amerika Shangang Hong Kongning imtiyozli huquqlarini bekor qilgandan keyin Hong Kong avtonomiyasiga buzg'unchilik, ziyonkashlik qilgan Shangang Hong Kong amaldorlari qartilgan, hozirdan aytganda embargo qilingan amaldorlarning tizimligi e'lon qilinmadi.
Lekin Amerika Davlat Bexatarligi Komitetining bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Loyiha tayyorlanib bo'ldi. Bloomberg 7-oyning 15-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoda bu ishlarga chetishliq yuqori darajalik amaldorlar siyosiy byuroning a'zosi Han Jing bu qonun nishonga olgan muhim nishon. Bundan boshqa embargo qilinadiganlar qatorida Shanghai, Hong Kong ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyi bor. O'xshash bir kunda New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray hozir Jungo Kompartiya a'zolari va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kirishini cheklash qonun loyihasini muhokama qilyapti. Men turgan sizlarga bu şekilde bir maqola va shuni sizlarga tayyorlab kelaman degan edim. Qarasam bu maqolani yozgan kishi kim ekan desangiz, Yarshar vaqt gazetining tahriri Xo'shijinning maqolasi ki vatandaş onun qancha qimmat va uni tashlab o'tib, bugun sizlarga baga va'dam bo'yicha mushki jumla olib keldim. Diqqat qilinglar vatandaşlar. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Nima dedi? Aqsaray hozir Jungo Kompartiyasi a'zolari va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kirishini cheklash qonun loyihasini muhokama qilyapti. Dunyo gazeti tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika kishilik huquqni qo'g'daganda yana boshqa bir nishon bor. Dunyo gazeti Fransiyaning Dunyo gazeti. Jungoning texnik jihatda taraqqiy qilishini ostilatish. Şinjan'a chetishlik, mustamlik Uyg'uristonga chetishlik, 20dan ortiq soqchi taraf qurol yarog' aslahalarga munosabatlik chetishlik shirkatlar, 8dan ortiq chiroy farqlantirish, nazorat qilish asboblarini ishlab chiqaradigan shirkatlar 2018-yildan boshlab Amerikada qora tizimlikka tizimlandi. Huawei shirkatini jazolash intayin og'ir bo'ldi. Amerika'nın cezalaş tədbirləri qar köçkəndək önüm hasıl qıldı. Avustraliya'dan keyin Angliya mı Huawei şirketini çəklidi. Burunki soğuk münasibətlərə qaraganda hazırki soğuk münasibətlər uğruşdan dərdişdə ağırlaşdı. Yani əvvəl Avustraliya Huawei'ni çəklidi, keyin Angliya Huawei'ni çəklidi. Hazır bula Amerika Qo'shma Shtatlarının yeniga yetib keldi yoki ittifoqlashdi Huawei shirkati jihatda deyishki bo'ldi vatandosh. Davomini anglash hurmatli vatandoshim.